Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi domigimiz ham tayyor bo'ldi. 6 metrlik konteynerga tayyorladik buni. Bitta xona, bitta sanuzel qilib berganmiz bunga. Ikkita rom, bitta temir eshik, romlarga, panjaralargacha qo'yib berganmiz. Ichkaridan ko'rsatib o'tamiz. Shifkalarimiz dekor plastik neobichnisidan qilindi, ya'ni bunaqangi qalin qovurg'aligidan bo'ldi. Xo'p. Xonamiz razmeri 4,5 metrga 2,20. Bu yoqda mana sanuzelimiz 1,20 ga 2,20. Sanuzelimizda bitta dushovoy, bitta ariston va bitta rakvina qo'yib berganmiz. Bu domigimiz narxi $2,500 chiqadi. Mana bu dekor plaslarni qalinligini hisobiga shunaqa qimmat chiqadi. O'zi dekor plasimiz обычный dekor plas bo'ladigan bo'lsa $2,400 chiqadi, $100 farqi bilan. Bunimiz $2,500 chiqyapti. Kimgadir shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Dehqonobod qishlog'ida.